Do'stlar, asosan Moskva va Podmoskoviyada yurgan Hyundai Porter dubl kabina 2017-yil dizel solarka holatida 133 dizel turbina CRDI kitobiy nomi shunaqa. Mashinamiz Koreyadan kelgandan bir faqat dizelda haydalgan va bu probeg asosan Moskva va Podmoskoviyada Rossiya solarkasida yurgan. Mashina ham yo'g'ini ko'rdim. Hozir sizga birma-bir aytib beraman. Tomida ko'ryapsiz, bagajlar bor. Balonlari o'rtacha holatda 100% zo'r deya olmayman. Endi minib turilgan mashina. Yo'q bu yoq chizilgan joylar bor, chiroyli tentlari bor. Orqa balonlarini 80% desam to'g'ri bo'ladi. Taglari, zapaskalarni qarang, katta kichik yangi turibdi. 17-yil svejiy mashina, asosiysi dizel holatida. Mana bu yerda mana maxsus eshik qilingan. O'zini shaxsiy narsalarini olib yurish uchun yasashgan. Bu mashina egalari Rossiyachi, Rossiyada imorat, bino qurishar ekan Moskva va Podmoskoviyada. Shunga ro'zg'or ishlariga slujebniy mashina sifatida bu yoqda Moskvada ishlatganlar. Goh-goh O'zbekistonga kelganda haydab kelar ekanlar. Hozir O'zbekistonga kelganda Namangan keldilar, bir video bering shuni deb. Ichlari bir yuk taraf himchiska qilish kerak, ko'ryapsiz. Yangicha vipska kombinatsiyada o'rindiqlar. Mana bu yerlari ham yo'q zo'r turibdi mashinamizni. Paroglar bor. Oldi baloni o'rtacha holatda. Multimedial rul 248 ming yurgan, Bluetooth magnitofon, sideni sidi, bokovой sidi, ruli sidi. Ichlarni qarang, o'zlariga chiroyli qilib olganlar mana. Dalniyda avtomat korobkada yuraman deyli, o'rtacha 8-10 litr solarka rasxod qiladi mashina deyaptilar. O'rtoqlar, hop, mashinani kraskasini ko'rdim. Mana shu oldi qismida kraska bor. Oldi qismida, chunki 2017, 18, 19-yil bu mashinalar 99% kraskasi bo'ladi. Bularni butunini topish o'ta qiyin. Narxi shunga yarasha 15.800 dollar. Oz-moz kam bor, faqat naqdga sotiladi, variant kredit yo'q. Agar oldi kraska bo'lmaganda bu mashina 19 ming, 18,5 ming, даже 20 ming ham ba'zilar e'lonlarga qo'ygan. Chunki tozasi o'ta qimmat bo'ladi. Yurishiga hech qanaqa ta'sir yo'q. Oldim, ashat kirimdan kraska bor. Do'stlar, 15.800 ga qimmatmi, arzonmi? Fikr mulohazalarini kommentarda qoldiring. Siz ham shunaqa dubl kabina muxlis bo'lsangiz like bosing. Muxlis bo'lsangiz muxlisman 100% deb yozib qo'ying o'rtoqlar. Telefon qiling, faqat naqdga sotiladi. Videoga like bosib, dubl kabina muxlis tanishlaringiz juda ham ko'p. Ulashib qo'ying. Svejiy mashina, dizel holatda bosib yuboradigan joyda.